Hurmatli yurtdoshlar, ayniqsa aziz nuroniylar. Bugungi videomizda sizlarga qarzlar tufayli uyingizdan ayrilishingiz mumkin bo'lgan dahshatli xavf haqida batafsil ma'lumot beraman va bu vaziyatdan qanday himoyalanish yo'llarini ko'rsataman. E'tiboringizni bir soniyaga jamlang. Uy-joyingizga tegishli bo'lgan har bir hujjatni, har bir chekni hoziroq tekshiring. Chunki ertaga dushanba kunidan boshlab BP inspektorlari va mahalla qo'mitasi xodimlari birgalikdagi reydlar bilan sizning eshigingizga taqillatishi mumkin. Nima emish? Yangi tort 112 sonli farmoyishga kori. Agar sizda rasmiylashtirilmagan qo'shimcha bino topilsa yoki elektr energiyasi uchun 500 ming so'mdan ortiq qarzingiz bo'lsa, mol-mulkingiz joyida xatlab olinishi va hibsga qo'yilishi mumkin ekan. Jarimalar 3 million 400 ming so'mga yetishi, hatto qarz egalarini uylaridan majburan chiqarib yuborish bilan tahdid qilishayotgani haqidagi xabarlar bizga kelib tushmoqda. Bu adolatdanmi, azizlarim? Sizlar butun umringizni shu vatanga xizmat qilishga, farzandlaringizni, nabiralaringizni katta qilishga bagishladingiz. Har bir gishni terib, har bir tomchisini terlab qatlagan uyingizga endi qandaydir qonun yoki qandaydir qarz bahona bo'lib, sizni undan mahrum etishlari mumkinligi haqidagi xabar yuraklarni parchalaydi. Sizning fikringiz qanday? Hayotingiz davomida qanday qiyinchiliklarga duch kelgansiz va shu aziz uyingizni asrab qolish uchun qanday kurashgansiz? Bu xabarga qanday munosabat bildirasiz? O'sha mehnatkash qo'llaringiz bilan qurilgan har bir devor, har bir tom, hatto hovlidagi har bir daraxt ham sizning butun bir umringiz aksidir. Bugun esa bu mehnatingizni qadrlash o'rniga ba'zi davlat idoralari sizning yagona panohingizga ko'z olaytirayotganini ko'rib, odamning vujudiga gashlik kiradi, qalbida alam tugyon uradi. Yillar davomida bu jamiyatga sadoqat bilan xizmat qilgan, barcha qiyinchiliklarni yelkangizda ko'targan, mustaqillikning ilk qadamlaridan tortib to bugungi kunga qadar jamiyatning har bir jabhasida o'z hissasini qo'shgan sizdek aziz insonlarga nisbatan bunday munosabatni ko'rib, nafaqat men, balki butun vijdonli insoniyat qayg'uga botadi. Shu kabi muhim yangiliklardan doimiy xabardor bo'lishni istasangiz, pensiya jamg'armasi va boshqa davlat organlari tomonidan kiritilayotgan o'zgarishlarni birinchilardan bo'lib bilishni xohlasangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu sizning huquqlaringizni himoya qilishda muhim qadam bo'ladi. Zero ma'lumotli bo'lish, qonunlarni bilish bu sizning himoyangizning asosiy kalitidir. Biz har bir o'zgarishni, har bir yangilikni sizga sodda va tushunarli tilda yetkazishga harakat qilamiz. Toki siz ham, farzandlaringiz ham o'z huquqlaringizni bilsangiz, hech kim sizning qonuniy manfaatlarini poymol qila olmasin. Esimda bor, avvallari mahalla ahli, yoshi ulug'larimizga nisbatan hurmat-ehtirom cheksiz edi. Birorta otaxon yoki onaxonning uyi bilan bog'liq muammo bo'lsa, mahalla oqsoqollari, hatto mahalla qo'mitasi ham bir yoqadan bosh chiqarib, yordam berishga intilardi. Qarzdorlik masalasi ham shunday. Biror kishi qarzga botib qolsa, avvalo uning holi so'ralar edi, sabablari o'rganilar edi. Iloji boricha yordam berishga, imtiyozlar yaratishga harakat qilinardi. Chunki bizning mentalitetimizda qariyalarimizning rohati, osoyishtaligi muqaddas hisoblanadi. Ular bu jamiyatning ustuni, poydevori. Ular bizning o'tmishimiz, bugunimiz va kelajagimizga yo'l ko'rsatuvchi mayoqlarimizdir. Ularning hayot tajribasi, donoligi bebahodir. O'zbek xalqi azaldan yoshi ulug'larga ta'zim qilib kelgan, ularning duosini olishni, ularning maslahatiga quloq solishni o'ziga sharaf bilgan. Qishloq joylarda, hatto shahar mahallalarida ham birorta otaxon yoki onaxonning uyiga davlat idorasidan kimdir bemalol kirib, o'zini xo'jayindek tutolmas edi. Avvalo mahallaning o'zidan ruxsat olinardi, so'ngra muloyimlik bilan, hurmat bilan muammolar hal qilinardi. Lekin hozir nima bo'lyapti? Davlat organlari afsuski o'zining insonparvarlik tamoyillarini unutib qo'yganga o'xshaydi. Raqamlar, qog'ozlar ortidan quvib, inson qadrini, uning butun umrlik mehnati natijasini unutishmoqda. Pensiya jamg'armasi ham, mahalla qo'mitalari ham, bu ham go'yo bir yagona tizimga aylanib qolgan. Ularning asosiy maqsadi budjetni to'ldirish, oddiy fuqaro, ayniqsa pensionerning ahvoli esa ikkinchi darajali bo'lib qolgan. Bu ahvol meni chuqur tashvishga soladi. Qanday qilib davlat o'z fuqarolariga, ayniqsa eng zaif qatlamiga, ya'ni pensionerlarga nisbatan bunday shafqatsiz siyosat yuritishi mumkin? Axir ular o'z umrlarini shu yurt ravnaqi, shu xalq farovonligi uchun sarflagan-ku. Xo'sh, kimlar ayniqsa xavf ostida?
Birinchi navbatda pensiya miqdori oz ehtiyojlarni qondirishga zo'rga yetadigan, har bir tiyinni tejab yashashga majbur bo'lgan yolg'iz keksalar. Ularning aksariyati farzandlari chet elda yoki ozlari ham katta yoshga yetgan, ota-onasiga yordam berishga qiynaladigan bo'ladi. Ular ko'pincha yolg'iz yashaydilar, kasalmand bo'ladilar. Har bir xarajat ularning uchun og'ir yukdir. Pensiya jamg'armasidan olinadigan 1 million 200 ming so'm nafaqa bilan bugungi kunning qimmatchiligida yashash, kommunal to'lovlarni o'z vaqtida to'lash, dori-darmon sotib olish, oziq-ovqat jamlab qo'yish bu haqiqiy qahramonlik. Ammo bu qahramonlik davlat tomonidan qadrlanmayotgani afsusli. Ikkinchidan, uzoq yillar xalq xo'jaligining qaysidir sohasida fidokorona mehnat qilib, lekin pensiya hisoblash tizimidagi murakkabliklar tufayli munosib nafaqa ololmaganlar. Misol uchun, qishloq xo'jaligida ishlaganlar, o'qituvchilar, shifokorlar, injenerlar. Ular umrining asosiy qismini davlat tashkilotlarida o'tkazib, endilikda oz mehnatiga yarasha pensiya ololmay nolimoqda. Uchinchi toifa esa rasmiy ish haqi past bo'lgan sohalarda ishlagan, lekin haqiqiy daromadi bilan yashagan. Hozir esa pensiya jamg'armasi ma'lumotlari bo'yicha kam pensiya oladiganlar. Eng achinarlisi, sog'ligi yomonligi sababli qo'shimcha daromad topishga qodir bo'lmagan, har kuni dori-darmon, ovqatlanish uchun pul izlaydigan, har bir kunni omonat biladigan nuroniylarimiz. Mana shunday vaziyatda ulardan 500 ming so'mdan ortiq qarzni talab qilish, ustiga ustak 3 million 400 ming so'm jarima solish va hatto uylardan chiqarib yuborish bilan tahdid qilish, bu nafaqat huquqiy, balki insoniy jihatdan ham tubanlikdir. Menga tez-tez murojaatlar kelib tushadi. Masalan, Olmaliq shahrida yashaydigan 68 yoshli muhtaram aya degan ayol bor. U butun umr paxta dalalarida ter to'kib ishlagan, keyinroq maktabda farrosh bo'lib ishlagan. Pensiyasi 1 million 200 ming so'm atrofida. Yolg'iz yashaydi, bitta nevarasi bor. O'g'li Rossiyada mardikorlik qiladi. Oyda 1-2 marta yuborgan puli doriga ham yetmaydi. Muhtaram ayaning uyiga elektrchi kelib, eski hisoblagichini almashtirib ketgan. Ammo bu ishni qilayotganda eski hisoblagichda qandaydir noma'lum qarz yozilganini aytgan va 500 ming so'mdan oshiq summa chiqqan. Aya buni qayerdan oldi, kimdan so'radi, bilmaydi. Elektrchi ketgach, bir haftadan so'ng muhtaram ayaning uyiga B xodimlari va mahalla vakili kelib, unga 3 million so'mdan ortiq jarima solinishi haqida ogohlantiruv qog'ozini berishgan. Aya shokda. Uning qandaydir rasmiylashtirilmagan binosi ham yo'q, hamma narsasi eski. U yiqqan qovog'ini, mehnati evaziga qurgan 2 xonali uyini qanday qilib himoya qilishni bilmaydi. Uning ko'zlarida faqat umidsizlik va adolatsizlikka qarshi bir savol bor edi. Nega men, butun umrimni shu yurtga bag'ishlagan inson, keksayganimda shunday xor bo'lishim kerak? Yoki Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanidan 72 yoshli Omon ota bor. U kolxozda uzoq yillar traktorchi bo'lgan, erlarni haydab hosil yetishtirishga o'z umrini baxshida etgan. Oilasi katta, 7 nafar farzandi bor, lekin hech biri uning yonida emas, har biri o'z tashvishi bilan, o'z uy-joyi bilan band. Omon otaning kichik bir hovlisi bor, vaqtida o'z kuchi bilan, farzandlari bilan birgalikda kichik bir oshxona qilib qo'ygan, lekin uni rasmiylashtirish uchun yugur-yugurlar, qog'ozbozliklar, pul sarflanishi kerakligini eshitib, qo'l siltagan. Chunki na puli bor, na holati. Endi esa unga o'sha oshxona sabab bo'lib, uyga reyd kelish haqida xabar berishgan. Omon ota shunday deydi: "Bolam, men bu uyda olganimni kutib yashayapman. Shunda ham tinchlik yo'qmi? Butun umr mehnat qildim, birorta davlatga qarzim yo'q edi. Endi shu keksalikda men yashab turgan uydan ayrilishim kerakmi?" Bu holatlar inson qalbini larzaga soladi. Ularning har biri bu jamiyatga o'z hissasini qo'shgan, lekin bugun ular ortiqcha yuk sifatida ko'rilayotgandek tuyuladi. Bu o'sha keksalarga hurmat degan gaplar qayerda qoldi? Bizning azaliy qadriyatlarimiz qani? Shu bilan birga ba'zi kategoriyadagi pensionerlarga, asosan davlat xizmatida yuqori lavozimlarda ishlaganlarga, fan arboblariga yoki xizmat ko'rsatgan artistlarga pensiya miqdorlari ancha yuqori bo'ladi. Ba'zan ular 7-8 million so'mdan ham ortiq nafaqa olishlari mumkin. Ularning hayoti nisbatan farovonroq, ularni bu kabi muammolar kamroq tashvishga soladi. Ular uchun 500 ming so'm qarz yoki 3 million 400 ming so'm jarima bu shunchaki mayda xarajat. Ammo jamiyatning asosini tashkil etuvchi oddiy mehnatkash pensionerlarimiz haqida kim o'ylaydi? Ular kimning himoyasida? Davlat, pensiya jamg'armasi, mahalla komitetlari ularning haqiqiy himoyachisi bo'lishi kerak emasmi?
Qanday qilib 20, 30, 40 yillab bir yerda ishlagan inson umrining oxirida oz uyi uchun kurashishga majbur bo'ladi? Bu haqiqiy fojia, hurmatli yurtdoshlar. Davlat siyosati shunday bo'lishi kerakki, pensionerlarimiz faxr bilan, tinchlikda umr kechirsinlar, ularning xotirjamligi bizning umumiy yutugimiz bo'lsin. Axir ularning tinchligi bizning farovonligimiz garovidir. Agar biz oz keksalarimizni qadrlamasak, kelajak avlod bizni qanday qadrlaydi? Bu jamiyat uchun katta bir savol, oylantiradigan bir masala. Pensiya jamg'armasi o'z nomida jamg'arma sozini saqlab qolgan bo'lsa-da, bugungi kunda u go'yo faqat pullarni yegish va keyin ularni taqsimlash bilan shug'ullanadigan bir idoraga aylanib qolgan. Uning asosiy vazifasi pensionerlarning ijtimoiy himoyasini ta'minlash, ularning hayotini yengillashtirish emasmi? Mahalla qo'mitalari esa xalq bilan hukumat o'rtasidagi ko'prik vazifasini bajarishi kerak. Lekin ko'pincha ular nazoratchi rolini o'z zimmasiga olib, aholining dardu tashvishlari bilan emas, balki yuqoridan tushgan ko'rsatmalar bilan yashayotganga o'xshaydi. Bu holat tubdan o'zgarishi shart. Sizningcha davlatning pensionerlarga bo'lgan munosabati to'g'rimi? Bunday shafqatsiz reydlar va jarimalar bilan muammolar hal bo'ladimi? Yoki bu faqat vaziyatni yanada og'irlashtiradimi? O'z fikrlaringizni, tajribalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Har bir fikr biz uchun qadrli, har bir sizning so'zingiz bu adolatsizlikka qarshi kurashda bizga kuch beradi. Balki siz ham o'z hayotingizda shunday holatlarga duch kelgandirsiz. Yoki sizning qo'shningiz, tanishingiz shu kabi bosim ostidami? Bizga yozing, ovozingizni baland qiling. Xo'sh, bu vaziyatdan qanday chiqish mumkin? Nima qilish kerak? Birinchi va eng muhimi, vahimaga tushmang. Har qanday vaziyatda ham qonuniy yo'llar mavjud va biz ularni topishga yordam beramiz. Siz yashayotgan xonadoningiz, qadimiy uyingiz, bu sizning shaxsiy mulkingiz, sizning qo'riqlashingiz ostida. Uni hech kim sizning ruxsatingizsiz yoki qonuniy asoslarsiz tortib ololmaydi. Shunchaki ayrim amaldorlarning og'zaki tahdidlariga uchib, mol-mulkingizdan voz kechishga shoshilmang. Ikkinchidan, barcha hujjatlaringizni tartibga soling. Agar qo'shimcha bino qurgan bo'lsangiz va u rasmiylashtirilmagan bo'lsa, imkon qadar tezroq tegishli organlarga murojaat qiling va uni qonuniylashtirish choralarini ko'ring. Mahalliy hokimiyat organlariga, arxitektura bo'limlariga yozma ariza bilan murojaat qiling. Ba'zi hollarda bu jarayon uzoq va murakkab bo'lsa-da, uni qonuniylashtirish sizni kelajakdagi katta muammolardan qutqaradi. Ba'zan davlat tomonidan beriladigan amnistiyalar yoki soddalashtirilgan tartiblar ham mavjud bo'ladi. Ulardan foydalanish imkoniyatini o'rganing. Bu haqda pensiya jamg'armasi yoki hokimiyatdagi ijtimoiy himoya bo'limlaridan aniq ma'lumot olish mumkin. Uchinchidan, elektr energiyasi, gaz, suv uchun to'lov kvitansiyalarni, bank cheklarini, onlayn to'lovlar uchun bank ilovalari orqali tasdiqlangan cheklarni juda ehtiyotkorlik bilan saqlang. Har bir to'lovni tasdiqlovchi hujjat sizning himoyachingizdir. Ularni yillar davomida saqlashga odatlaning. Agar sizda qarz borligi haqida xabar kelgan bo'lsa, avvalo hududiy elektr ta'minoti korxonasiga, pensiya jamg'armasiga yoki boshqa kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarga murojaat qilib, o'z hisob-kitoblaringizni tekshiring. Ba'zida texnik xatolar, dasturiy ta'minotdagi nosozliklar yoki hisoblashdagi chalkashliklar sababli noto'g'ri qarzlar yuzaga kelishi mumkin. Bunday hollarda o'z haqqingizni talab qiling va qayta hisob-kitob qilishni so'rang. Agar ular rad etsa, yozma ariza bilan murojaat qiling va javob talab qiling. To'rtinchidan, agar sizga nisbatan P inspektorlari yoki mahalla komiteti xodimlari tomonidan bosim o'tkazilayotgan bo'lsa, ularning barcha talablarini qog'ozda yozma ravishda talab qiling. Og'zaki talablarga javob bermang. Ularning xizmat guvohnomasini so'rang, ismi sharifini yozib oling. Va eng muhimi, advokat bilan maslahatlashing. Bizning jamg'armamiz sizga bepul yuridik yordam ko'rsatishga tayyor. Hech qanday sharoitda o'z mol-mulkingizni o'zboshimchalik bilan topshirishga yoki qandaydir qog'ozlarga imzo chekishga shoshilmang, agar uning mazmunini tushunmasangiz. Har bir imzo sizning kelajagingizni belgilashi mumkin. Shuning uchun diqqatli bo'ling. Har qanday hujjatga imzo chekishdan oldin uni to'liq o'qing va tushunib oling yoki biz kabi mutaxassislardan maslahat oling. Beshinchidan, agar moddiy ahvolingiz og'ir bo'lsa, pensiya jamg'armasiga, mahalla komitetiga yoki hokimlikning ijtimoiy himoya bo'limlariga ijtimoiy yordam so'rab murojaat qiling.
Ba'zi hollarda pensionerlarga kommunal to'lovlar uchun subsidiyalar, moddiy yordam ko'rsatiladi. Bu imkoniyatlarni o'rganing va ulardan foydalanishga harakat qiling. Yolg'iz keksalar uchun esa hokimliklar, mahalla qo'mitalari tomonidan beg'araz yordam ko'rsatish dasturlari mavjud. Ulardan xabardor bo'ling. Temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftari singari tizimlar orqali ham ijtimoiy himoyaga muhtojlarga yordam ko'rsatiladi. Balki siz ham bu ro'yxatlarga kiritilishga loyiqdirsiz. 6-dan, mahallaning sizga nisbatan munosabatini o'zgartirishga harakat qiling. Mahallaning asosiy vazifasi aholining ijtimoiy himoyasini ta'minlash, ularga yordam berish, muammolarni hal qilish. Mahalla oqsoqollariga, faollarga murojaat qiling. Ular sizning vaziyatingizni tushuntiring. Ba'zan jamoat bosimi ham davlat organlarining shafqatsiz qarorlarini yumshatishga yordam beradi. Unutmang, mahalla bu katta oila. Agar oilada biror a'zo qiynalsa, butun oila unga yordam berish kerak. Mahalla ham shunday bo'lishi lozim. Agar mahallangiz raisi yoki faollari sizga yordam berishdan bosh tortsa, ular ustidan yuqori turuvchi tashkilotlarga, masalan, tuman hokimligiga yoki xalq qabulxonasiga shikoyat qiling. Sizning haqqingiz bor. Shunday qilib, hurmatli aziz nuroniylar, biz boshida aytganimizdek, bu shunchaki hazil emas edi. Dushanba kunidan boshlanishi kutilayotgan Eidlar, uylarimizni xatlab olish tahdidlari bu achchiq haqiqat. Savol tugiladi. Sizningcha, shu yoshingizda, shu yillar davomida bu vatanga qilgan xizmatingiz uchun minnatdorchilik shu bo'lishi kerakmi? Sizdan oz mehnatingiz bilan qurgan uyingizni tortib olishga urinishlar, bu qanday adolat? Yoki bu shunchaki budjetni to'ldirishga qaratilgan yana bir davlat siyosatimi, oddiy fuqarolarning ahvolini yaxshilash emasmi? O'z fikrlaringizni izohlarda kutib qolamiz. Sizning ovozingiz eshitilishi shart. Har biringizning hikoyangiz, har biringizning fikringiz biz uchun muhim. Ushbu videoni imkon qadar ko'proq tanishlaringizga, do'stlaringizga, ayniqsa keksalarimizga yuboring. Ular ham o'z huquqlarini bilsinlar va bu adolatsizlikka qarshi birgalikda turishga tayyor bo'lsinlar. Biz birgalikda kuchimiz.